Assalomu alaykum hammaga, hurmatli kuzatuvchilar va obunachilar. Ancha paytdan beri uzilish bo'lib qoldi. Kitoblarni chiqarmay qo'ygandik, ya'niki tahlilini va tanishtiruvini. Bugungi kitobimiz ancha manfaatli bo'ladi degan va hozirda jamiyatimizda ancha zaif nuqtalardan biri oila to'g'risida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblari bor. Baxtiyor oila. Al-usratus saada deyishadi arabchasiga. Al-usratus saada. Ya'niki saodatli oila desa ham bo'ladi. Bu kitobda aytiladiki, Hazrat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf eng avvalo oilani qanday oila qurish kerak, ular qanday yo'sinda ketish kerak, ayol kishi qanday bo'lish kerak, oilaga qanday tayyorgarlik ko'riladi, juftni tanlashda nimalarga e'tibor beriladi, yoki mos kelin qanday bo'ladi, mos kuyov qanday bo'ladi, yoki umr yo'ldoshini tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak, yoki sovchilikda nimalar qilish kerak, sovchilikdan keyin nimalar qilish kerak, to'yni urf-odatlari qanday bo'ladi, to'yni qanday o'tkazish kerak. Shu yerda hammasi. Va oilaviy muhokama, yechimlar, ularni kim bilan hal qilinadi, uchinchi shaxs qo'shilish kerakmi yoki uchinchi shaxs qo'shilish kerak emasmi? Shu haqida ma'lumotlar keladi. Nikoh to'yi haqida va farzand tarbiyasi haqida ham ma'lumotlar keltirilgan. O'sha yevropalik olimlar yoki o'sha kitobning boshida keltiriladiki, Yevropa va mana bu hozirda Yaponiya va Koreya kabi davlatlarda oila qurish kamligi tufayli ularda aholi kamayish vujudga kelyapti. Ya'niki ularda aholi ko'payish o'rniga kamayyapti. Aholi o'smayapti diagrammik jihatdan. Shu haqida ma'lumot keltirdi. Yaponiyalik va koreyalik olimlar kelib turib O'zbekistondagi aholini, oilalarni bu yo'sinda o'sayotganligini o'rgangani kelganligi haqida va Yevropada oilalar yo'qligi, oila jamiyati, oila kurslari yo'qligi bu Yevropani juda katta tanazzulga olib borishligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Endi erkakning burchlari nima oilada, ayolning burchlari nima oilada, yoki ular haqqi, ayolning haqqi nima oilada, erkakning haqqi nima oilada, shu haqlarda ma'lumot keltirilgan. Yoki aqiqa marosimi, o'g'il bolaning xatmi qilinishi, ism qo'yilish, qurbonlik qanday qilinadi, shu haqida ma'lumotlar. Bolalar nafaqasi, masalan, oilada ajrim bo'ladigan bo'lsa, bizda aliment deyishadi. Bolalar nafaqasi bu berilishi shart bo'lgan, erkak tomonidan berilishi shart bo'lgan narsalar hisoblanadi. Endi farzand tarbiyasida nimalarga e'tibor berilishi kerak? Ota-onaning haqlari, endi farzandning oldida burchlari bor, ota-onasiga beradigan narsalari bor. Bu ko'p bilamiz, ko'plab ma'lumotlarda keltirilgan. Va ota-onani yo'qlab taom ulashish, ehson qilish, qarindoshlarga siylay rahim. Siylay rahim deganda masalan, aka-ukalarimiz yoki qarindosh opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, ular bilan yaxshi aloqada qilishligimiz. Mayli janjal qilib qo'ygan bo'lsak ham yoki urushib qolgan bo'lsak ham, ular bilan eng birinchi navbatda biz aloqaga chiqadigan bo'lsak, bizni yaxshi insonligimiz shundan bilinadi. Shu haqida ma'lumotlar keladi. Ko'plab ma'lumotlar keltiriladi. Endi bu kitob har bir oila qurishdan oldin erkak va ayolni o'qishi kerak bo'lgan kitob. Hozirgi davrda jamiyatimizda ancha mushkilaga aylanayotgan, ya'niki muammoga aylanayotgan oilalar bo'lib qolishi mumkin. Ajrimlar ko'payayotgan davrdamiz hozir. Masalan, oila juda ko'p ajrimlar ko'payapti O'zbekiston hududida ham. Endi dunyoda-ku aytmasa bo'ladi. Bu yerda nikoh xutbasi haqida yoki kelinning sepi va uy anjomlari, mahr to'g'risida yoki risoladagi ayol qanaqa bo'ladi, ayolni nimasiga qarab uylaniladi, erkakni nimasiga qarab uylaniladi, yoki to'yda nimalar qilinishligi kerak, shular haqida tartib va ketma-ketlikda xronologik tarzda berilgan. Ya'ni ketma-ket hammasi, u boshida erkak qanaqa bo'lishligi kerak, ayol qanaqa bo'lishligi kerak, nimasiga qarab uylaniladi, nimasiga qarab turmushga chiqiladi, mahrni qancha aytish kerak yoki mahrga nima aytish kerak, yoki mahr ayolning haqqi, yoki masalan o'lim degan narsa bor. Erkak o'lgandan keyin ayolga qancha meros beriladi, bu haqida ham ma'lumot berilgan bu kitobda. Bu ancha manfaatli bo'lgan va o'sha biz sepi deydi yoki o'sha sandiqqa solib o'piriladigan narsalar, shuning ichida bu kitob bo'lishi kerak bo'lgan, erkak ayolga yoki ayol erkakka bir-biriga sovg'a qilish kerak bo'lgan
kitob hisoblanadi. Bu orqali ancha muammolar isloh bo'lardi deb o'ylayman. Chunki hozirgi davrda ilmsizligimiz sababli oilalar buzilishi, turli xil janjallar kelib chiqyapti. Mana shu muammolarni hal qilish uchun bizda eng asosiy oila jamiyatni shakllantirishimiz kerak. Chunki vatan bu oiladan boshlanadi degan gap bor. Farzand uchun, bola uchun eng birinchi vatan bu oiladir degan gap bor. Endi oilasini himoya qilish vatanni himoya qilish bilan bir. Bu yerda yana ko'plab ma'lumotlar keltiriladiki, mushtarak huquqlar, er-xotin o'rtasidagi mushtarak huquqlar. Ular nimalar? Bu yerda misol keltiriladi, er-xotin o'zaro yaxshilik bilan yashamoqlari kerak. Bir erkak kelib aytgan ekanda bir kuni xalifa Umar ibn Xattob davrida, men ayolimni yaxshi ko'rmayman. 5 ta farzandim bor, nima qilay? Javobini berib boshqasiga uylanaymi desa, hamma oila ham sevgi muhabbat ustiga qurilavermaydi. Rahm, shafqat, mehr, muruvvat degan narsalar bor. 5 ta farzandingni o'ylamaysanmi? Ertaga ularning nafaqasini kim qiladi? Kiyimini, oziq-ovqatini kim qiladi? Qiynalib yurmaydi-ku ko'chada degan narsa bilan tushuntirib aytadi. Ya'niki u oila qurilgandan keyin orqaga qachish yo'q. Ko'pchilik sabab, endi sabablarning o'zlari bor, u sabablarni ham bu kitobda keltirilgan. Bu kitobda keltirilgan hammasi. Hadislardan yoki turli xil shayx ulamolar yoki turli xil insonlardan misollar keltirilgan. Masalan, o'sha ko'pchilik hozirgi oilalarga o'rnak bo'ladigan Ali va Fatima lar haqida ma'lumotlar keltirgan. Qudachilik aloqalari haqida. Qudandachilik bor bizda ancha hozirgi davrda ko'p. Qudachilikda qanday urf-odatlar bor yoki u yoq ayol taraf quda nima qilish kerak, erkak taraf quda nima qilish kerak, shu haqida ma'lumotlar keltirilgan. Endi oila bu xalqni tashkil qiladi, oila bir jamiyatni tashkil qiladi. Oiladan farzandlar yetishib chiqib, ular bizni hozirgi davlatimizga yoki jamiyatimizga foyda keltiruvchi, naf beruvchi ilmlarni uydan oladi. Eng birinchi ta'limni farzand uydan oladi. Keyin maktabdan yoki turli xil ko'chadan yoki universitetdan, jamiyalardan olishi mumkin. Eng birinchi navbatda baribir oiladan oladi bola tarbiyani. Ya'niki olmani tagiga olma tushadi, qush uyda ko'rganini qiladi deb aytilmagan bejizdan bejizga. Shunaqa narsa. Ya'niki siz avvalambor farzand yoki farzandda nima muammo borligini aniqlash emas, o'zingizda nima muammo borligini aniqlasangiz, shunda farzandda nima muammo borligini aniqlagan bo'lasiz. Ya'niki siz o'zingizni isloh qilsangiz, farzand ham isloh bo'ladi degan gaplar aytiladi bu yerda. Bu yerda aytadiki, har bir ishni amal bilan, go'zal ish bilan qilish kerakligi haqida hadisda aytiladi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta Alloh go'zaldir va go'zallikni sevadir. An Abi Mas'ud radhiyallohu anhu qala Rasululloh ta'ala qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innalloha jamilun yuhibbul jamal. Ravahul Ahmad va Muslim. Ahmad ibn Hanbal va Muslimlar rivoyat qilgan hadisda. Shunday, bizda eng asosiy tarbiyani inson ota-onasidan oladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar ota-ona bermasa, u ko'chadan oladi. Ba'zi bir kitoblarda keladi, farzand 70% tarbiyani uydan, 30% tarbiyani ko'chadan oladi. Endi agar shu 70% tarbiya bilan to'ldirib qo'ymasa miyasini, o'sha 30% olib ketadi uni. Ko'chadagi o'sha do'stlari yoki qaysidir bir yomon xulqli odamlar unga ta'sir qilib qo'yadi. Agarda bu kitobni o'qishligimiz kerak, oila qurishdan oldin degan sarlavha bilan qo'yamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.